Assalomu alaykum hammaga. Sizlar ham salom berasizlar keyin. Bilasizlar, men bu yerda yo'qman, hozir kamera orqasiga o'taman, lekin qiziq mavzu. Bu yerda to'g'ri ovqatlanadigan anaqamiz borlar, ekspertimiz borlar, fitness trenerimiz borlar. Bular psixologimiz va psixologimiz va ayol bular. Men savol berdim, podkastimiz mavzusi ozishni oson yo'li bormi? Bor bo'lsa o'rgatinglar. Bularning orasida semiz yo'q ekan, shuning uchun men o'zim ozgina chiqdim. Qancha harakat qilsam ham 2 kilo vez qayerdandir kelib qoldi. Shakar yemayman. To'g'ri uxlamayman, to'g'ri suv ichmayman. Xullas, ayb o'zimda. Lekin sizlar menga oson yo'lini hozir o'rgatib beringlar. Давайте anaqa psixologik sababini ozgina aytib ketaman. Psixologik sabab hammamiz bilamiz, ortiqcha vazn bu bizani osmondan tushib kelmaydi. Energiya deymiz, chiqarilmagan emotsiyalar deymiz, yodlab oldik. Endi давайте buni yechimiga kelsak. Har bitta ayol, misol uchun, o'zida ortiqcha vес bo'lsa-chi, осознавать qilish kerak. Birinchi o'rinda menda ortiqcha vес bor, bu уже menga kerak emas deganidan keyin yechim kelar ekan har doim. Demasa yechim kelmas ekan. Men shu kunlarda zo'r ko'rdim shu narsani. Ortiqcha vес bor, mana shuni qanaqa qilib chiqarsam bo'ladi? O'zi hamma tanlov qiladi. Oson tanlov, oson, yengil keling. Farqi yo'q, to'g'ri bo'ladimi, noto'g'ri bo'ladimi osonning ichida. Ikkinchisi, yo'q, menga anaqa bo'lsin, zararsiz bo'lsin. Keyingisi vashi ongli, men ichimdagi chiqarilmagan emotsiyalarim va ruhiy holatim bilan ishlaydi, keyin ozishga kelay deyshadi. Uchalovi ham to'g'ri, har bitta insonni tayyorgarlik darajasiga bog'liq. Lekin psixologik ishlash bu uzoq vaqtimizni oladi. Bu juda ham mashaqqatli, lekin juda ham ekologik yo'li. Endi kimdir ozmoqchi bo'lgan bo'lsa, qadam tashlang. Noto'g'ri bo'lsa ham qadam tashlash kerak deb o'ylayman. Dilrabo, noto'g'ri bo'lsa ham o'sha birinchi qadam dori ichib ko'radimi, nimadir qilib ko'radimi, keyin fitnessga borib ko'radi, keyin bir narsaga boradi. Yo'lini qilib ko'ring, keyin sekin-sekin o'sha onglilikka ham, ruhiy sabablarni ishlashga ham yetib kelinadi. Hozir sizlar davom etinglar, men eshitib turinglar, oxirrog'ida shunaqa praktika beraman, ongni ochib yoradi, bittada ozishni boshlab yorasizlar. Nimadir demoqchi edim hozir. Oson ozish haqida maslahat berish kerak. Osonga o'tish ham mumkin, Durdona. Oson, yengil ozish mumkin. Qiynalash orqali bo'lsa kerak. Mana hali bundan oldin gaplashganimizda odatlar haqida gapirdik-ku. O'sha birinchi odatlarimizni kuzatib chiqqanimiz o'zi eng zo'r narsa-da. Mana yo'l-yo'lakay har xil narsani aniqini ham bittasiga gapirotdim. Ichingizda yo axlatchilik qilib qo'yasiz, yo bir chiroyli narsalarni o'zingiz xohlagan, lekin nima deydi, palapartish emas. O'sha solishni ichingizga o'zingiz uchun oldin hal qilib olishingiz kerak bo'lar ekanda, o'shanga yarasha keyin odatlaringizni ham ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Endi to'g'ri, bu odatlarni o'zgartirguncha, ongli yashashga kelguncha ham etap bor. Bu etapdan hamma o'tish kerak, bo'lmasa uni mazasini tushunmaydi. O'sha etapda xohlasang dieta qilasan, qanaqadir, xohlasang dori ichasan, xohlasang tabiiy degan parashoklar ichasan, bir qanaqadir, yana nimadirlar qilasanki, xato qilib o'zingizga nima kerakligini ichidan sortirovka qilib topib olasiz. Sizni tanangizga, sizni ruhiyatingizga, sizga to'g'ri keladigan metodni topib olganingizdan keyin ana uni keyin o'sha hayot tarzingizga, odat tusiga kirgizib olasizda, menimcha. Ana o'shandan keyin o'sha sekin ratsionlaringiz ham to'g'rilanib borganda, endi men yoga o'tganim uchun yogada to'g'ri asanlar qilasiz, butun o'sha energetik markazlaringizga ta'sir qiladigan asanlar bor. Bular sizni imенно gormonal muvozanatga kelishiga yordam beradi. Endi siz ayol kishi gormonal muvozanatga kelganingizdan keyin siz ortiqcha narsalar yegingiz kelmaydi. U yerda уже siz xotirjamlikka kelganingizdan keyin siz har bitta qilayotgan ishingizga yoki yeyotgan narsangizga уже xotirjamlik bilan nima deydi upotreblять qanaqa bo'ladi o'zbekchasiga? Iste'mol qilishni boshlaysizda. Palapartish hamma narsani sovurmaysiz. Nega? Chunki gormonalni hamma muvozanatga kelganda miyada jahl chiqish, bir asabiylik, mana shunaqa kimnidir muhokama qilish, o'sha narsalar sekin-sekin o'zi hayotingizdan chiqib ketadi. Gormonalni hamma yog'ingiz muvozanatga kelganda. Ana o'shanda o'sha ortiqcha narsaga ham tortmaydi deb o'ylayman. Ortiqcha vazn bo'lgan og'riydi. Hammamiz. Manda bo'lmagan.
Endi boshlanar balkim, bilmadimmi? Men bu o'zimnikidan boshlab beraymi, qaranglar. Bilasizlarmi, ortiqcha vaznim qanaqa bo'lgan? Где-то 6-7 kilo bo'lganda. Mani realni ortiqcha vaznim bo'lgan 65 kilo bo'lganman. Ana o'sha vazndan 2 kilo 3 kilo tushish rosa qiyin. Men ozodganlar biladi, rosa qiyin. Rosa qiyin. Ha, diyetalar qilib ko'rdim, 3 kun goladaniyalar qilib, ana hech narsa yemasdanki, oshqozonim kichiradi, yana unga o'tib, yana qaytib qovuraman, yana qaytib qovuraman. Keyin ongimni programmasini o'zgartirib, 10 son 58 ga tushdim durdona. Men ishladim shuni, qanchadir vaqt o'tdi oradan, oy Necha oy vaqtda? Где-то 2 oylar bo'ldi. Lekin hech qanaqa o'siylar qilganim yo'q, hech narsa qilganim yo'q. Programmani o'zgartirdim, 58 ga tushdim. Endi hozir yana 58, 59, 57 shuni orasida yuraman, yana bundan tushishga to'xtatib qo'ydim. Yana ishlayman deb o'ylayapman. Sizga mana shu yordam berganda, shu bekorga o'zingizcha haq degan narsa. Oson keldi. Qarang, ongimni, ong ostidagi programmalar bilan ishladim. Nima degani bu? Programmalar bilan ishlab, qarang, terapiyaga bormadim, yo'q, o'shani aytmayman-da. Siz ongli yo'q, tez ozamanga o'zgartirdingizmi yo yana boshqa narsa qildingizmi? 58 bo'laman deb qildim, 58 ga tushdim. Programmalashtirish. Kim aytdi, 55 qilsam dedim, 55 qilsam ozib ketaman, yuzim xunuk bo'lib qoladi. 58 qilaman. Endi hozir 56 qilay, endi davom etishmasmi? Toch. Siz o'zingizni taniganingiz uchun, o'zingiz bilan kelisha olganingiz uchun qilyapsiz. Oddiy ayolim qiladi. Qanaqa qilish Qanaqa mumkin? qilib shuni ayting. Lekin to'g'ri aytibdilar. Hozircha oddiy prosta uyda o'tirgan odamga men aytdim-ku shu kuni marafonda men ratsion bermasam, nimaga menyu bermadi, shuni poylab o'tirdim deyishdi. Tayyor narsani olishga odamlar o'rganib qolgan-da. Ya'ni tayyorlab bersangiz. Mana shunaqa qo'yasan, mana bu oqsil bo'ladi, mana bu uglevod bo'ladi, mana bunaqa bo'ladi, tushuntirib berdim-da. Ular menyu berishni poylab o'tirishgan ekan. Chunki shunaqa marafonlarda men ham qatnashganman-da, har kuni menyu beradi. Men uni qilmadim, chunki hammani o'zini xolodilnigi bor-da, o'zini produkti bor, o'shanga qarab qilish kerak deb o'yladim. Keyin undan keyin tushunib qoldim. Ha, demak, qarang, hozir siz aytayotgan gapingiz ular tushunmaydi, nima degani? Qanaqa programma? O'shani aytmoqchiman. Men hozir sizlar bunaqa menyu bergin do'stlar menga. Hozir agar men mana shunda menyu beradigan bo'lsam, bu bir tiyin bo'ladi, umuman qadrsiz bo'ladi. Tushundingizmi? Gapiriladi, umuman unaqasi tushib ketib qoladi. Eshitmaydi-ya. Ha, olmaydi. Hozir men bu yerda bergan menyu hech kimga foyda bermaydi. Uning uchun ozgina harakat qilish kerak. Gulfar, nima qildingiz? Menga ham o'rgating, nimadir hatto bu shuni deyish kerak. Mana men so'radim-ku, dedi Far. Xo'p, hozir hammani oldida emas, keyin aytadi. Bo'ldi. Ozgina ochib bering shuni. Shunga kerak bo'lsa, meni baribir o'zlariga shaxsan yozib yuborsangiz. Taxminan nima u? Mana shug'ullanasiz qancha vaqt ketadi? men shug'ullanganimga uzog'i 2 oy shug'ullandim. Shug'ullandim deganda qanaqa? Mendan hech qanaqa harakat ketmaydi. Boshida ozgina harakat ketadi, bo'ldi. Uning uchun vaqtdan ajratmayman, o'ziga o'zi ishlaydi. Men bitta dasturim bor edi. Dasturimni o'zgartirdim. 58 ga o'zgartirdim. 58 ga tushdim. Endi hozir 55 ga o'zgartiraymi, 56 ga o'zgartiraymi deb o'ylayapman. Hali Bu lekin metod, bu lekin metod. Yaqinroq kelinglar. Bu joyni eshitmasanglar bo'lmaydi. Juda ham qaymoq joyi. Xo'p, mendan ko'p so'rashadi. Bizada qarindoshlarimda, xolalarimda biza bo'ydormizku, katta ves bor. Dadam men vesli odam bo'lganlar. O'zimdan keyingi singlim, men shunaqa to'lachadan kelgan, ancha ortiqcha vazni bor. No, menga savol berishadi-da, ko'pchilik qanaqa qilib bunaqa. Endi hozir tug'ruqdan keyin sal to'lishganman, no, bu o'zimni tanlovim sabab. Bunaqa yosh turasiz, chiroyli turasiz, qanaqa qilib bunga erishasiz degan savol menga juda ham ko'p beriladi-da. Menda ana endi praktika joyi. Men ozishi hech qachon men uchun birinchi o'rinda turmaydi. Go'zallik hech qachon men uchun birinchi o'rinda turmaydi. Ular meni boradigan katta maqsadim bor-ku, ana shu maqsadim uchun meni izimdan keladigan yordamchilarim ular hammasi. Meni katta endi praktikani o'zingizda amalga oshirishni boshlang. Menda katta bitta maqsad bor, misol uchun chet el, nafaqat O'zbekiston, chet el sahnalarida ham shunaqa o'zimni psixologik o'zim hammani yo'li bo'ladi-yu, individual yo'lim bo'yicha meni ketish maqsadim bor-da. Men chet elda meni ismimni, sharifimni aytgan vaqtida yoki meni yana ham niyatlarim bor, farzandlarim ko'pda meni.
ana shu farzandlarimni yutug'ini orqasidan mana onasini taklif qilamiz deganda niyatlarim borki, prezidentimizni qo'llaridan farzandim uchun o'sha unvonni qabul qilib olishdi. Mana shu chiqqan vaqtimda onasi kim ekan deganida shunaqa qomatiga ega, o'ziga yarashgan va o'zimni ham aynan shu soham bo'yicha taklif qilib, mana sizni seminariga taklif qilishganida chiroyli qaddi qomatimga qarab, ham ayollar o'zini ustida ishlagan, o'zini hurmat qiladigan ayol sifatida ko'rinish, mani bu maqsadim. Shuning uchun menga qiyin emas. Men ortiqcha harakat qilmayman, o'lib tirilmayman, dieta qilish uchun o'lib tirilmayman, o'zim yosh ko'rinish uchun men katta maqsad qo'yib olganman va bu orqada ketadi. Ozish siz uchun eng katta maqsadga aylandimi, u hech qachon amalga oshmaydi. Doim muammo problema bo'lib kelaveradi. Eng asosiy maqsadni o'zgartiring va ozishni unga orqasida qo'ying. Muhimligini tushuring. Yordamchi vosita qilasiz, shunda erishasiz. Aks holatda ozganimdan keyin erim sevadi, ozganimdan keyin baxtli bo'laman, ozganimdan keyin yashashni boshlayman, hech qachon o'zolmaysiz. Ishlamaydi. Shunaqa. Bu ham to'g'ri-da. Sababdan nimaga ozmasligimni. Chunki menga ozish kerak emas ekan. Ozish uchun Borishicha yaxshi qarasiz. Borishicha normal. Endi menga qiziq, qaysi bir moment qiziq. Shahnoza, siz shunaqa ozg'in bo'lganmisiz bir umr? Manda bu tabiat, lekin manda bu tabiat. To'xtang, hali mikrofoningiz yo'q. Ozg'inlar o'zini qanaqa his qiladi? Shu menga qiziq. Mandan so'rashdi, ya'ni doim shunaqa ozg'in bo'lganmisiz deb. Ha, shunaqa ozg'in bo'lganman. Tabiatimizda o'sha otam, buvim taraflar shunaqa ozg'in bo'lishgan va menda bunga moyillik yo'q. Semirishga emas, aksincha ozishga bo'lgan moyillik bor, lekin men shunda ham semirib ketishga bo'lgan nima deydi, har qanaqa sabablarni ham bartaraf qilaman o'zimda. Baribir sog'lom turmush tarziga harakat qilib yoki ozib ketishga turtki bo'ladigan har qanaqa sababni ham men o'zimda ishlayman. Agar o'sha narsani sezsam, men doim o'zimni tanamni, o'zimni ichki holatimga qarab mos kelishini doim kuzatib boraman. Yo'q, ozishdan ham qo'rquv yo'q, lekin ozishga moyilligim bor. Ozishdan ham qo'rquv yo'q, bu bilan ham ishlayman. Chunki ko'nglim xotirjam bo'lar darajada o'zimni kuzataman, o'sha nazorat ostiga olaman. Bitta narsa aytaylik, qaranglar. Ozish qanaqadir 90-60-90 bu bizga berilgan anaqa ramkada. Ko'rlaring, manda chiroy ramkasida, bu lekin juda ham noto'g'ri narsa. Aslida haqiqatni aytaymi? Ayollik deymiz, женственность deymiz-ku. Haqiqiy ayollik yog'i bo'ladi. Nega bilasizlarmi? Haqiqiy ayollik anaqasi rivojlanishi ayollik matkasida, qornida. Qaranglar, qorinda raslobleniya bo'lsa, bo'shashish bo'lsa, u yerda yog' yig'iladi. Qattimlik bo'lsa, u yerda kubik bo'lishi mumkin, qorni to'ski bo'lishi mumkin. Haqiqiy ayollik yog'i bo'ladi, chunki qorni anaqa bo'shashgan bo'ladi-da. O'shancha to'g'ri, bu degani semirib ketish emas, lekin qanaqadir chas yog'ingiz bormi, xursand bo'lasizmi? Aytdim, jinsimli ekanman. Yana bitta narsani qo'shib chiqmoqchiman. Boya gapingiz to'g'ri, hech qanaqa shablon yo'q. Menimcha bergan, men aytishadi, bo'yim menimcha ekan, bu ham shablonda, men o'ylashim shu. U mumkin emas o'zi. O'zini qilgan nafas oladi. Masalan, mana shu vez unga yengillik beradi. Men shunaqa deb o'ylayman masalan. Nechidir yil oldin go'zallik deganda to'la semiz ayollar tushunilgan ekan. Viktor Jezres ham shunaqa qiladi, semiz ayollar. Rahmat, bugungi podkastimiz tugadi. Davomini xohlasanglar, fikrlaringiz bo'lsa, yana yozib qoldiringlar.